Odam noshukur. Hayotxon Qurbonovaning Qalb kaliti kitobidan. Alloh sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni paydo qilgan zotdir. Sizlar esa kamdan kam shukr qilursizlar. 23 Mo'minlar surasi 78-oyat. Komil ismli musulmon banda Qur'on oyatlarini tilovat qilishni xush ko'rardi. U Qur'on hayotining dasturi bo'lishiga intilib yashardi. Kalomdagi banda noshukur oyati Komilga tinchlik bermas, oyatning asl mag'zini chaqolmas edi. Aqli unga sen shukurdasan, barcha musulmon shukurda bo'ladi deb tasdiqlayverardi. Ulamolarga savol berishdan cho'chir, chunki uni nodonlikda ayblashlari mumkin edi-da. Hayot davom etar, lekin shu oyat hamon bu bandaning xayolidan ketmasdi. Kunlarning birida Komil Alloh izni bilan tush ko'ribdi. Shunda u ajoyib bog'da emish. Bog' o'rtasidagi favoradan kumush tomchilar sachrar, turfarang gullar, shirin iforlar taralardi. Bu go'zallikdan hayratda qolgan Komilning oldiga bir mo'ysafid kelib salom beribdi. Unga hamroh ekanligini aytibdi. Ikkovlan maftunkor bog'da sayr qilishgancha suhbatlashibdi. Birodar, debdi mo'ysafid, siz kalomning bir oyatiga iymon keltira olmayapsiz. Shu sabab men yoningizdaman. Bu oyat mag'zini tushunib yetishingizga ko'mak beraman. Siz faqat bir voqeaga guvoh bo'lishingiz zarur. Komil rozi bo'libdi. Dilidan quvonibdi ham. Ular bog' o'rtasida to'xtashibdi. Bu joydan favvora, undan sachrayotgan kumushrang tomchilarning avval irmoqqa, so'ngra ariqqa aylanishi, ariq o'tadigan devor ko'rinib turardi. Devor orqasida o'rnatilgan quvurdan ariqdagi suv shashqator bo'lib chiqar edi. Shu payt bir odam devor ortiga keldi. Mo'ysafid shoshilib unga peshvoz chiqib salomlashdi. Notanish odam suv so'radi. Mo'ysafid yonidan uringan piyola olib suv to'ldirdi-da yo'lovchiga tutdi. Yo'lovchi uni olib tiniq muzdek suvdan to'yib ichdi. Piyolani qaytarar ekan dedi. Hurmatli mezbon, piyolangiz ko'p tutilgan ekanda, yangirog'i yo'qmidi? Mo'ysafid yo'lovchiga hech narsa demadi. Xayrlashib hamrohi yoniga qaytdi. Komil yo'lovchining noshukurligiga hayron, lekin voqea yakunini kutgani sabab jim edi. Oz o'tmay yana bir yo'lovchi ko'rindi. U ham chanqagan shekilli suvga yaqin keldi. Mo'ysafid bu yo'lovchini ham bog' ichkarisiga boshladi. Ariqda oqib turgan zilol suvni ko'rsatib, ichishga taklif qildi. Ikkinchi yo'lovchi oqib turgan zilol suvdan chanqog'i qonguncha ichdi. So'ngra rahmat aytib yo'liga tushdi. Ketish oldidan istehzoli kulib, hurmatli mezbon, suvni o'zingiz olib bersangiz ko'p ulug' ish bo'lar, savob olardingiz, dedi. Mo'ysafid kulimsirab undan uzr so'radi. Komil hayron, lekin hamon sukutda edi. Biroz o'tib 3-chi yo'lovchi ko'rindi. Mo'ysafid uni ochiq chehra bilan kutib olib, bog' o'rtasiga boshladi. Yo'lovchi bog' to'riga o'tgach suv so'radi. Mo'ysafid uni favvora oldiga chorlab, to'yginingizcha ichavering, dedi. Yo'lovchi favvoradan taralayotgan mayin epkindan, kumush tomchilardan zavqqa to'lib suvdan to'yib ichdi. Ketar paytida esa biram muzday suv ekan, mazza qildim. Ammo suv tomchilari ustimni ho'l qilganligi chatoq bo'ldi-da, dedi. Mo'ysafid yo'lovchidan uzr so'ragach, uni yo'liga kuzatdi. Dong qotgan hamrohiga yuzlanib dedi. Mana birodar, sizga noshukurlik isboti. Birinchi yo'lovchiga suvni olib tutdim, lekin u piyola siniqligidan nolidi. Axir idish emas, suv muhim edi-ku. Shukr qani bu suv uchun. Ikkinchisiga suv to'la ariqni taklif qildim. U ham zilol suvdan to'ygunicha o'z idishida simirib ichdi, lekin suvni olib bermaganimdan nolidi. Unga beo'lchov suv berilgan edi, ammo shukr demakni bilmadi. Mana birodarim, inson noshukurdir degan oyat ko'z o'ngingizda tasdiq topdi. Alloh bergan ne'matni olasiz, lekin u sizga yoqmaganidan noliysiz.
Birinchi yo'lovchiga favoradan emas, ariqdan suv olib berildi. Ammo javobi noshukrlik bo'ldi. Ikkinchisiga piyolada emas, ariqdan ichish taklifi tushdi. Yana rizolik bo'lmadi. Uchinchisiga esa shu suv otilib turgan favvora ko'rsatildi, lekin shukr qaytmadi. Mana ey banda, Alloh bergan narsaning qandayligi emas, berilganligi muhim. Shu sabab olingan har qanday ne'matga shukr qiling. Unga narx urib, norizo bo'lmang. Banda oyatga iymon keltirdi. O'zidagi xatoni tan oldi. Uyg'ongach, bu haqiqatni tasdiq etdi va o'zgalarga aytishga shoshildi. Nolish emas, rizolikni qidiring, odamlar. 2003-yil. Marhabo Sobitjanovna.